Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Qaranglar, arzon yuk mashina ishqibozlari bormi? Dongfengni qaranglar, vidini cho'tki qilib tayyorlangan. Zavodskiy mana qaranglar, holatini qarang, sostengiz yangi salonda qilib qo'yishibdi. Mana uni qaranglar, tayyorlangandi. Mana Hayfe kecha tayyor bo'libdi. Arzon olasizlar, mana 270 qilib tayyorlangan. Damas lavoni puliga olib maza qilib ishlatasizlar o'rtoqlar. Ko'ringlarchi, bir ko'ringlar, mana changam bor arzon, mana Dongfeng. Xitoyliklar ham kelib o'rtalar, Namanganlik qilgan ishini ko'rib, mana Xitoyliklar shuni olamiz deyapti. Mana shuni tanlashibdi. Endi kelishsa bo'ldi ekan, ko'rib turibsizlar. Shu, bugun 8-mart xalqaro xotin-qizlar ayollar bayrami bilan tabriklagan holda video boshlaymiz endi. Yakshanba Namangan mashina bozorida turibmiz. Zo'r videolar bo'ldi. Ko'ringlar, sotiladigan mashina texnikalar bu tepida raqamlarga menga murojaat qilinglar. Minglab odamlar ko'radi o'rtoqlar. Chunki 100 ta, 200 ta ko'rsa bozorda avvalo nasib, lekin bizda minglab odamlar ko'radi. Sotishadi ancha. Xudo xolasa buyurtma beringlar, chiqarib beramiz chiroyli qilib o'rtoqlar. Ko'ringlar, boshlovimiz vaqtinglar olmayman, lekin xitoyliklar tanlayapti hali ham. Buni olaylikmi, buni olaylikmi, buni olaylikmi, buni aylanib ko'rib chiqib mana tekshirib nima qilishyapti. Videodan ko'ringlar, narxlarni zo'rlari chiqdi, xudo xolasa. Bismillah o'rtoqlar. Ko'ringlarchi endi mana bu Dongfeng, Hayfe o'xshaganlarni mana nima deydi? Arzonroqlarni obzor qilishni boshlaymiz. Bir boshdan, lekin hozir neydi changallar bor. Shu yoqdan bu yoqqa qarab yuraylikchi, nima bo'lar ekan? Boshlaymiz qani, bismillah. Xo'p, yili necha akalar? O aka. Shumi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz ro'zlardan? Yaxshimisiz. 2014. Hop. 107 yurgan, motorlar o'chirilmagan. Hop. Zadmoz koroko motorlari zo'r, orqasiga S bolonlar qo'yib qo'ygan. Hop. Mash kasbetga qilinmagan xolos. Aha. Tepa tomon olmay qo'yarsiz. Olyapman tomini ham. Shu turishiga ayting mana. Aha. Shu turishiga 6800 kam bor. Yendan keyin bo'ladi, variantlar bor. Variantlar bor. O'rtoqlar, ana ko'rib tursiz. Qancha yurgandingiz aka? 117 mi? Halol 117 mi? Halol o'zlariga. Metani yo'q-a? Gazga benzinga yuradi, metani bor-ku. Metani bor-a? Ha. 14 mida? 2014 ha. 117 yuradi. Tabloni yo'q, bana yo'q. Oy. Ash halol. 117.619 kilometr aka. Zo'r. Mana nima aka, kraskasimi bu? Oldi shplovkani. Shplovka qilganmi? Oldi tunga qadalmasdan 2018 da o'zimiz sotgandik. Yana o'zimizga qaytarib sotdi. Ha. Ya hali tunigani o'rniga qalin qilib mana oldi mana qilib sotdi mana. Zo'r. Shunaqa taglari but-butun. Tagi butun, ha. Taglari butun. Gazini ishlatdingiz? 80 TL'mi? 75 TL 80. Es balonlar qilingan ekan. Ha, es balonlar. Qancha dediz pulini aka? 6800 deyapti. 6800. Motorlarda ish yo'q, hadovoy moslari. Moy qo'yamaydi, motor o'chirilmagan, halol ashi o'zini yurgan 117 men. Zadmoz krokkalari yaxshi, hadovolargacha. Aka 6 yo'q, bu bitadimi, bitmaydimi aka? Oltin atrofida kelishiladimi? Yo'q, 6000 dan tepada. Tepada? Bunga biz ancha naf qolamiz. 4000 puli bo'lsa-chi, bir 3000 mi? Yo'q, 3000 ga bo'lmaydi, 4000 bo'lsa kelishamiz, ha? Variantga. 5000 ha, ag'ini kelishadi. Bo'ldi, telefon raqam berasiz? 93. Olaman hozir, aytavering. Aha. 498. 498. Har doimda 10:30. 10:30 telefon qilinglar, xudo xolasa. Ko'ringlarchi. Vidlarni ko'rib turibsizlar, holatlari. Kraskasi qayerda dediz? Kraskasi umuman yo'q. Kraskasi yo'q. Aha. 100% toza. Faqat zangi pangi bor xolos. Ana. Kelib tekshirib o'rishadi. Bozoringizni bersin. Rahmat. Aka, yili necha? Bir minutga kelingchi. Qani, boshliq. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Xo'p. Necha zavodmidi bu? Zavod. Ha, buni ko'rsatuvdim-a? Ko'rsatgansiz. Qancha deb o'tirding? 5000 ga berib olamiz. Ha, tushinglar. Bo'ldi tushdi.
Shu 5000 demak endi. 5000 sunnet umid beramiz. 14 zavodskiy nechtali motor? 52 TL. 52 tali motor o'rtoqlar, Dongfeng. Qiziqqanlar bo'lsa olinglar mana. Nima kamchilik bor aka endi? Kamchilik qolmadi-ku. Hamma yo'qni qilib qo'ydilarmi? Holatlar ana yaxshi. Necha metr aka? 270 mi? 270 ga 150. 270. 1 tonna oshiq olaveradi? 1,5 tonna olaveradi. Nechta gazi? 65 TL. Bo'ldi. Telefon raqam 95 95 151 151 80 86. 80 86. Ismingiz? Begzod. Egizda aka deylar. Yetmay qolsa-chi aka 3000 pulim bor, 2000 pulim bor. Kelishaveramiz. Bir oy, 1,5 oy kelishaveramiz. Barter ham bo'laveradimi aka? Mashina aka nahadu motor qilib o'tirmaydimi? O'zini motori? Son stramblor basga kompyuter. Ha, son stramblorda. Bozoringizni bersin. Sizlarda hamma akalar yili nechi buni? O'tiravering aka, o'tiravering. 2007-yil bu zavod shekilli tayyorlangan. Hayfeyda kesib tayyorlangan ekan. Qachon tayyor bo'ldi aka? Ha, yangi tayyor bo'ldi, hali yuk tashimadi. Assalomu alaykum. Yaxshi, o'zingizlar tayyorlanding? Ya tayyorlatdinglarmi? O. Afshukkan aplauslar. Sidinalarga ham, voy malades. Anchadan unaqa hayfey ko'rmadim. Pultlari bor ekan-a? Ya gap yo'q. Lüks bo'lar ekan-a? Xo'p. Bu Changanda ko'zib qo'yilgan, to'g'rimi bortda? Bortda, ha, Changanda. Changandiki 270. Qanchaga moslatlangan yuk ko'tarishini endi? 1,5 tonna. Ramalar usulini nima axir? Usulini 1,5 tonna yuk. Qancha metani bormi aka? Benzinga va propanga. Orqalari ham juda chiroyli chiqibdi. Zo'r. Nechta propan aka? 50 talik qancha yuradi bunga? 600 km yuradi. Yo'q. Nechtalik bo'ladi motori? Motori 52 ta. Zapchastdan qiynalmaydi-a? Nech pul qilib berdik endi? Kelishtiringchi. Changammi? Qo'pirga to'g'ri berib yuboramiz. O'rtoqlar bo'ladigan gapni aytib qo'yganlar. Oxiri 4000 bersani minib ketaversin deb aytilyapti. 2007 ana labodan baquvvat yukda olaveradi. Motori ham kuchli dedingiz-a? 52 talik 52 ta. 270 mana uzunligini olib. Tamam mosi yo'q. Telefon raqam 94 94 099 099 95 14. Ismingiz? 95 95 19. Ismingiz? Akmal. Akmalxon Murodovlar. Dokumentlar joyida. Gen so'rab qolsachi. Iloj boricha oform. Oformit iloji boricha bo'pti. Kelishar ekansizlar. Bozoringlar bersin. Rahmat. Tak. Mana ham sizlardanmi? Bizdan. Yili necha aka? 2008. Bu tayyorlanganmi ham? Tayyorlangan. Dongfengda nechtali motor bu? 52 talik. 52 tali Dongfengda kesib tayyorlashibdi. 2000 yangi tayyor bo'ldimi? Yangi tayyor bo'ldi. 2008-yil o'rtoqlar. Ko'ringlarchi. Sostenadani. Inolimlari bor, sidinichi xol, obshivka. Holatlari mana yaxshi. Ko'rib, bemalol o'raslar. Bu ham 270 mi? Shu 1,5 tonna yukda hammasini. Bu ham. Mana metal. Metal nechta aka? 65 talik metal. Nech pulda bordik? 5 kam bor. Variant barter bormi aka? Yo'q, naqd sotamiz. Mana shu nomermi aka? Shu nomerga 94 374 0330 93lik 493 47 77 ga aloqa chiqinglar. Tayyor aka, olib binolasizlar. O'rtoqlar, Dongfengda zavodskoy ham bor. Bu chiqarib beriladi firmadan. Dokumentda muammo yo'q. 2013-yil zavodskoy Dongfeng nechtali motor bu? 52 tali. Kraskasi qanaqa endi zavod bo'lsa? Asijit qilib qo'yilgan. Urilib, DTPsi yo'qmi?
Yo'q. Vidlari ham yaxshi ekan. Mana ko'ringlarchi, bozorga chiroyli qilib tayyorlanibdi, ama. Qancha yurgan bu? 333 ming to'xtab qolgan bo'lsa kerak deyilyapti. Demak, probegi aniq emas ekan. Ana 2013-yil ekan mana DPS ga mini trak qiziqqanlar bo'lsa olinglar mana. Dislar qilinibdi ichlariga. Tayyor. Orqalari ham chiroyli qilib tayyorlanibdi. Xudo xolasa metallarni hozir polni so'rab chiqamiz. Balonlar ana yangi qo'yilgan. Ramalar, endi zavodskiy narsa. Yangi motor Motorlar qilib qo'yilgan. Mashina texnik holatda muammo yo'q, ha? yo'q. Dokument qilib qo'yilgan joyida dediz-a? Ha, nima deymiz narxini? Narxini 5700. 5200? 700. 700. Kelishtirasizlarmi? Changanga ketib qolibsizlar narx. Kam bormi? Endi zavodlar ham 5-5,5 turibdi. Kiyishda beramiz. Kelishamiz, ha? Yetmay qolsa-chi? Beramiz. Har bir 3000 puli bo'lsa bormi? Ha, bor, ha? Telefon raqam berasiz endi. 93lik. 93lik 362 362 21 21 14. Ismingiz? Abdulaziz. Abdulaziz, ana gazini nechta dedingiz? Gezi bilmadim. 65 tadir, ha? Shunaqami? 65 Metal. GB hamma dokumentlar bo'lgan, ha? Bozoringlar bersin, ha? Xo'p, mana kimdan bu? Ona. Aka, sizdanmi shu? Yo, ne o'rnadi? Orqaladi. Yili necha usta? 2007 buni ko'rsatdik. Mayli ko'rmaganlarga yangilik bo'lsin, ha? 2007. Men qarang, assalomu alaykum. Nima bo'ldi? Telefon keldimi, kelmadimi? Hop, qanchaga chiqdi endi bir bilaylik prognoz. 4350 ga chiqdi. Qancha deyapsiz o'zi? 5209 ekan. Bu tayyorlangan, ha? Tayyorlangan. Aka, bir kelishtiring buni. Endi zavod narxida bo'lib ketyapti. Lekin men yomon demayman. Mashina zo'r. Haqiqat chiroyli qilib, zo'r qilib yasagansizlar. Qo'linglar dard ko'rmasin. Lekin kelishtirib bering endi mana. Xudo xolasa. Qanchaga bitadi aka? Endi aniq aytavering. Shunga qarab bitta shuni telefon men oldim, tamom deb qo'ya qolaveradi endi. Hozir bitta qo'yishga beraveramiz. 4,5 ga necha yurish kerakmi? Ha, bular bo'ldi, o'rtoqlar. Bu hali yuk tashimagandir yo tosh turibdimi aka? Bir-ikki marta yengillashtirib. Yangi tayyor bo'lgan lekin, ha? 270 qilib chuqurgina qilib chiroyli qilib qilingan, qaranglar. Bu Dongfengda bu ham? Ha, Dongfeng. O 7 mi deyli? Avto shahar yoki Zuhurdundan chiqadi. Zuhurdundan chiqadi. Ikkovdan bittasiga qo'yamiz deb maslahat qilib, Zuhurdun bilan chiqaramiz, xudo xolasa. Tak, yana texpasort o'rtoqlar mana. GB SPG metan 65 tami? 65 ta temir buni. 52 tali, 2007 yuk bort dokumentlari bo'lgan. Gen chiqadi. Gen chiqadi. Xohlagan dokument. Xohlagan dokument bo'ladi. Tak, o'rtoqlar 4,5 dan necha yurishsin berib yuboramiz deb aytayaptilar. Olinglar, maza qilib, xudo xolasa yukingizni tashiydi. Uzunligi 2,70 bu ham yo 2,10 sant qo'shilgan ekan o'rtoqlar. Yonga ham ochiladi. Shu tarafga o'tsin. Yukni oldi, 1,5 tonna oladi yukda. Bo'ldi. Telefoningizni berasiz. Mana shu nomeri 95 230 40 40. Ismingiz? Shavkatjon deylar, kelishtirib beriladi. Bozoringlar bersin.